Assalomu alaykum. Xayrli G'ovotog' sanatoriyasidan reportajimizni boshladik. Bugungi kunda 17-aprel sanasi. Lolalar baxmalday bo'lib turibdi. Yo'llarimizda ham ozgina, lekin oxirida juda ham ko'p yo'llarda pavlonyozor gullagan, juda ham chiroyli tabiatga ega bo'lgan sanatoriyalardan biri. Aksariyat insonlar o'zidagi juda ham ko'p kasalliklar bo'yicha kelishadi bu yerga. Bu yerda qarang mana. Bu narsa Allohning mo'jizasi. Daraxt ko'yiga asalarilar insogan. Shu yerga bor nektarlarni hammasini chetga toshiydi. Juda ham chiroyli tabiatga ega bo'lgan sanatoriya va bu yerdagi fichkasi sanatoriyaning eng zo'r joyi, eng zo'r davolash xususiyati nima desam bo'ladi? Mineral suvda. Mineral suv insondan 10 dan ortiq kasalliklarni bartaraf qiladi. Ya'ni kasalliklarning hammasini chiqarib tashlaydi. Bu yerdagi aslonoy davolanadigan kasalliklar yurak qon tomiri, oshqozon ichak yo'li, qandli diabet, qon bosimi, bo'g'in og'riqlari, suyak harakat tayanchlari, asab kasalliklar, ginekologik va urologik kasalliklar shu suv orqali davolaniladi. Albatta, teri tanosil kasalliklari, ya'ni psoriaz bilan o'sha aziyat chekadigan bemorlarimizga ham tavsiya qilinadi. Psoriaz shunday yomon narsaki, kechqurun uyqusida halovat bo'lmaydi. Hamma yoqqa tarqab ketaveradi. Yuqumli emas, lekin insonga bir boshlangandan keyin buni to'xtatish ancha kuch oladi. Ba'zi bir bemorlarni 8 yil, 9 yil deganda ham shifosini topa olmasdan shu sanatoriyaga kelib, davolanib, o'zlarining o'sha psoriaz dardiga davo topib ketganlarini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ko'rib turganingizdek, hamma yoq archazor. Zominga 70 kilometrlik masofamiz bor. Bu yer Tojikiston va O'zbekiston chegara oldi joyida joylashgan. Yaqin 100 kilometr radiusda zavod, fabrika umuman topolmaysiz. Kisloroddan to'yib nafas olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yer shunaqangi chiroyli joyki, buni faqat kelib ko'rganingizda ham tinch, asablari charchagan insonlar uchun juda ham tinch joylardan biri. Lokatsiya opitsiyada qoldiramiz.